Men o'zimda Kalavada Plus mahsulotimizni boshladim. Bundan oldin Detox Plus bilan Parashield Plus mahsulotini ichdim. Sraz ichishim kerak edi. Yo'q, lekin men Parashield ichib bo'lganimdan keyin o'rtada 2 kun dam olib, limfachiska mahsulotlarimizni ichdim. Undan keyin mana Kalavada Plus mahsulotini boshladim. Bu Kalavada Plus mahsuloti ichakni juda zo'r tozalab beradi. Chuqur tozalashni hisobiga ichakdagi detoks va Parashilddagi ichil bo'lgandagi natijalarni shu Kalavada Plus mahsuloti olib chiqib ketadi. Bu ichakni juda zo'r tozalaydi, chuqur tozalaydi. Ichakdagi bekinib yotgan kasalliklar, qolib ketganlarni shu polniy olib tushadi. Buni 4 kunlik ochlikdagi mahsulotda ko'rish mumkin. Bu 4 kunlik ochlikda uni har qanday odam ham qila oladi. Buni 2 xil varianti bor. Kalavada Plus va Kalavada Light. Kalavada Light ochlikni yomon ko'rganlar uchun, men ochlik qila olmayman deganlar uchun yengilroq varianti.